Shoshilinch xabar. Mashhur qiziqchi Shukrullo Isroilov haqida shoshilinch va jiddiy xabar e'lon qilindi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. O'zbekistonda va san'at olamida ro'y berayotgan eng so'nggi va muhim ma'lumotlardan doimiy xabardor bo'lmoqchimisiz? Hoziroq 3:5 uz kanaliga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting. Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumanida qiziqchi Shukrullo Isroilovning avtomobili olib qochildi. Bu haqida UzReport xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, Toshkent shahri Ichki ishlar bosh boshqarmasi navbatchilik qismiga Mirzo Ulug'bek tumanida avtomobil olib qochilganligi bo'yicha xabar kelib tushgan. Ma'lum bo'lishicha, noma'lum shaxs Mirishkor ko'chasida ochiq qoldirilgan Mercedes rusumli avtomobilni o'g'irlab qochib ketgan deyiladi xabarda. Mazkur holat yuzasidan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari tomonidan mashinani topish va egasiga qaytarish choralari ko'rilgan. Olib qochilgan transport vositasi Uchtepa tumani Zargarlik ko'chasida to'xtatilgan. Gumonlanuvchi fuqaro va transport vositasi jinoiy qidiruv xodimlariga topshirilgan. Transport vositasini 1998-yilda tug'ilgan shaxs ochiq qoldirilgandan foydalanib olib qochib ketgani aniqlangan. Shu mashinaga qiziqaman, haydab nima qilishni bilmas edim. Keyin mashinaga o'tirib haydadim. Haydab shaharni aylanib, Uchtepa tumanida to'xtab tushib turganimda xodimlar kelib ushlashdi deya o'z aybini tan olgan gumonlanuvchi. Shuningdek, qiziqchi Shukrullo Isroilov ham barchani hushyor bo'lishga chaqirgan. Mashinamni qulflamasdan kalitni ichida qoldirib bir joyga kirib ketdim. Qarasam mashinam yo'q. Kimdir hazillashdi deb o'yladim, lekin mashinam o'g'irlanibdi deya qo'shimcha qilgan qiziqchi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 267-moddasi transport vositasini olib qochish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoqqa olish tarziga ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Ushbu moddada nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlar 5 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi belgilangan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Toshkent shahri Yashnobod tumanidagi avtoturargohda turgan Damas'ni olib qochgan yigitlar 7 yilga ozodlikdan mahrum qilingandi.